8 ta viloyatda sel xavfi e'lon qilindi. Sergelidagi domlarning birida yong'in chiqdi. O'zbekistonda 2 yil ichida 3000 ga yaqin mikroGES quriladi. Mirziyoyev Moskvada G'alaba paradida qatnashadi. Sergelidagi domlarning birida yong'in chiqdi. Toshkent shahar Sergeli tumanida joylashgan ko'p qavatli binoda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 7-aprel kuni soat 14:31 larda Toshkent shahar Sergeli tumani quruvchilar dahasida joylashgan ko'p qavatli uyda yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari aytilgan manzilga yetib borib, yong'in o'chirildi. Yong'in oqibatida halok bo'lgan va jabrlanganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. O'zbekistonda 2 yil ichida 3000 ga yaqin mikroGES quriladi. Joriy yilning 28-mart kuni imzolangan prezident farmoniga muvofiq O'zbekistonda keyingi 2 yil ichida 3000 ga yaqin mikro-gidroelektr stansiyalar quriladi. Ushbu mikroGESlarning eng ko'pi Andijon viloyatida, ya'ni 763 ta, eng kami esa Toshkent shahrida quriladi. MikroGESlar qurib bitkazilgach 280 ming aholi elektr bilan ta'minlanadi. Shuningdek, 1200 taga yaqin vaqtinchalik, 520 ta doimiy ish o'rinlari yaratiladi. MikroGESlar tayyor biznes loyiha sifatida quyidagi tartibda sotiladi. Asosiy mezoni bo'lib to'lash muddatini qisqartirish hisoblangan onlayn auksion savdolar asosida mikroGESlar tadbirkorlik subyektlariga realizatsiya qilinadi. Boshlang'ich badal qiymatining 30% ni tashkil etadi. Qolgan 70% ni boshlang'ich muddati 60 oy bo'lgan davr mobaynida to'lanadi. Auksion savdolarini o'tkazish reglamenti Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan Energetika vazirligi bilan birgalikda ishlab chiqiladi. 8 ta viloyatda sel xavfi e'lon qilindi. O'zgidromet 8-9 aprel kunlari kutilayotgan kuchli yog'ingarchilik sabab 8 ta viloyatda sel xavfi yuzaga kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ma'lum qilinishicha, quyidagi hududlarda sel suv toshqinlari kuzatilishi mumkin. Qashqadaryo viloyati, Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida. Surxondaryo viloyati, Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabot tumanlarida. Samarqand viloyati, Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida. Jizzax viloyati, Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida. Toshkent viloyati, Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyati, Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyati, So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida. Andijon viloyati, Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Iqlimshunos Erkin Abdullaxatovning kun.uzga ma'lum qilishicha, 8-aprel kunining ikkinchi yarmida Turkmanistondan Murg'ob siklonining avvaliga janubiy viloyatlar vohaga kirib kelishi kuzatiladi. Bu holat kuchli jala, yomg'ir, chaqmoq va momaqaldiroqli ob-havo fonida yuz berishi sababli aynan mana shu hududlarda qisqa vaqt oralig'ida intensiv yog'ingarchilik kuzatilish ehtimoli yuqori. Haroratning ko'tarilishi ortidan yuzaga kelayotgan nam havo oqimlari Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari tog' etaklarida sel suv toshqini xavfi boshqa hududlarga nisbatan yuqoriroq bo'lishiga sabab bo'ladi, deydi u. Uning ta'kidlashicha, 4-7 aprel kunlari uchun O'zgidromet bergan prognozlarda ko'plab hududlarda sel va suv toshqinlari kuzatilishi kutilgandi. Ammo bu ro'y bermadi. Shu bois xavf ehtimoli yuqori bo'lgan manzillarda istiqomat qiluvchi fuqarolardan ehtiyot choralarini ko'rish so'ralmoqda. 8-apreldan 9-aprelga o'tar kechasi respublikaning bir qator hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Ayniqsa tog' etaklari va Surxondaryo viloyatining ayrim tumanlarida 9-aprelga o'tar kechasi hamda 9-aprel kuni kunduzi 12 soat ichida 50 mm gacha yog'ingarchilik kuzatilishi mumkin. Bu esa o'z navbatida mazkur hududlarda sel suv toshqini xavfini kuchaytiradi, deya qo'shimcha qildi iqlimshunos.
Mirziyoyev Moskvada g'alaba paradida qatnashadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya poytaxti Moskvada bo'lib o'tadigan Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etadi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-may kuni Moskva shahrida bo'lib o'tadigan Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan yubiley tadbirida ishtirok etadi, dedi Asadov Parlamentlararo ittifoqning Toshkentdagi assambleyasi chog'ida. Asadov bu masala O'zbekiston rahbarining Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiyasi Kengashi raisi Valentina Matviyenko bilan uchrashuvda muhokama qilinganini bildirgan. AQSh harbiy dengiz kuchlari yangi atom suvostiga ega bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari 5-aprel kuni o'z harbiy dengiz floti tarkibiga Virginia Block 4 toifasidagi yangi USS Iowa SSN 797 atom suvosti kemasini qabul qilib oldi deb xabar beradi Fox News. Marosim Connecticut shtati New London shahridagi harbiy dengiz bazasida bo'lib o'tdi. Ushbu toifadagi suv osti kemalar 1600 kilometr masofaga uchadigan 12 ta Tomahawk qanotli raketalar bilan jihozlangan. Atom suvosti kemasining uzunligi 115 metr, kengligi 10 metr. U 240 metrdan ortiq chuqurlikka sho'ng'iydi va 25 uzildan yuqori tezlikka erisha oladi. AQSh harbiy dengiz kuchlari hozir Virginia sinfidagi va turli modifikatsiyadagi 23 ta atom suvosti kemasiga ega. AQSh harbiy dengiz kuchlarida shuningdek Los Angeles toifasidagi 26 ta ko'p maqsadli suvosti kemasi, 3 ta Sea Wolf toifasidagi suvosti kemasi, 154 ta Tomahawk qanotli raketalar bilan qurollangan Ohio toifasidagi 4 ta suvosti kemasi va har biri 20 ta Trident 2D5 ballistik raketalarini tashiydigan 14 ta Ohio suvosti kemasiga egadir. Yevropa ittifoqida eng ko'p soatbay ish haqi qaysi davlatlarda to'lanadi? Yevropa ittifoqida 2024-yilda o'rtacha soatbay ish haqi 33,5 yevroni tashkil etdi. Bu undan oldingi yilga nisbatan 1,6 yevroga ko'p deb xabar bermoqda Euronews. Eurostat ma'lumotlariga ko'ra, eng kam soatbay ish haqi Bolgariyada 16 yevro, Ruminiyada 12,5 yevro va Vengriyada 14,1 yevroni qayd etilgan. Eng ko'p haq to'lanadigan davlatlar qatorida esa Lyuksemburg 55,2 yevro, Daniya 50,1 va Belgiya 48,2 yevroni tashkil etgan. Mehnat xarajatlarining ikki asosiy tarkibiy qismi bu ish haqi va ish haqi bilan bog'liq bo'lmagan xarajatlar. Masalan, ish beruvchilarning ijtimoiy badallari, ish haqi bilan bog'liq bo'lmagan xarajatlarning ulushi Yevropa ittifoqi iqtisodiyotida 24,7% ni tashkil etgan. Yevropa ittifoqida ish haqi bo'yicha eng yuqori soatbay mehnat xarajatlari nodavlat notijorat sektorida, ya'ni davlat boshqaruvi bundan mustasno deb qayd etilgan. Unda 34,2 yevroni tashkil etgan. Eng past ko'rsatkich esa qurilish sohasida 30 yevro. Biroq Yevrozonada bu tafovut yanada sezilarli. Eng yuqori soatbay ish haqi sanoat sektorida qayd etilgan. Unda 39,8 yevro. Eng past ko'rsatkich esa qurilish sohasida 33,4 yevro. 2023-2024 yillarda ish haqi umumiy iqtisodiyot bo'yicha Yevropa ittifoqida 5% ga, Yevrozonada esa 4,5% ga oshgan. Yevrozonadagi barcha davlatlarda ish haqi soatbay hisobda oshgan.